Bugun men sizga Vietnam rизогын pishirib öğretem. Ул да булса войкун. Bizga krevetlarni qizdirishga kerak. Ana shunday dögü qog'ozi deb atalaydi u. Ana shu suv bilan shilatamiz bir yog'in. Endi tarinkaga ya bir to'xta qo'yib, ingredientlarimizni ana qo'ya boshlaymiz. Shulay bizga kerak bo'lgan shunday dögü to'qmachlari. Ortiq ko'p qo'ymaymiz. Shundan üstüne krevetlarimizni solamiz. Bunisiga 3 ni. Kelasi ingredientimiz mango. Anda motor etib shulay yotqizamiz. Ana bizga kerak bo'lan koriander esa kimza. Aның bir necha so'lag'in, yaproqlarin, eng so'nggi ingredient salat yaproqlari. Ham endi turamiz. Boshqa yonyoqlarini bunday etib buklaymiz. Uni etib olib turamiz. Zut non. Qarag'anlar uchun kamun.